Choriqurbonov nomli xususiy klinikasida uzoq yillardan buyon samarali faoliyat ko'rsatib kelayotgan Xalq tabobati akademiyasi tabibi Uchqun Toshaliyev o'z tibbiy xizmatlarini taklif etadi. Tabib ming dardga davo dorivor giyohlar yordamida insonlarda uchraydigan qandli diabet, bo'g'oq kasalliklari, disk churrasi va davolovchi massajlar, ayollar jinsiy a'zolari kasalliklari, bachadon kistasi va miomasi, erkaklar jinsiy a'zosi kasalliklari, jinsiy quvvatning pastligi, teri kasalliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, oshqozondagi yallig'lanishlar, soch to'kilishi, bo'y o'stirish hamda asab kasalliklariga chalingan bemorlarni davolaydi. Ichakdagi gijalardan va ortiqcha vazndan xalos etish hamda o't va buyrakda paydo bo'lgan toshlarni tushirish ham amalga oshiriladi. Shuningdek, zuluk bilan davolash ishlari ham yo'lga qo'yildi. Murojaat uchun telefonlar 94 kodi bilan 264 51 77, 99 kodi bilan 023 78 56. Ish tartibi haftaning dushanba kunidan juma kuniga qadar soat 8:30 dan 14:00 gacha. Manzilimiz Termiz shahri, Beruniy ko'chasi, 1-uy, Mo'ljal, Surxondaryo don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyati, eski Zadaverno yonida.